Obunachilar, chetda o'rnatishni o'rgataman. Xullas, buni Free Fire'da birinchi soat qilib olasizlar. Soat qilib olgandan keyin akkauntga kirib olasizlar Free Fire'da. Keyingi qiladigan ishimiz Free Fire'da o'chirasizlarda. Buni saqlanib qilish kerak. Shu nuqtacha bor. Yozasizlarda. Saqlanib Zagorskiy. Saqlanib bo'ladi. Keyin zarchiga kiramiz. Zarchiga plan ikkita bor. Kirgandan keyin Android papkaga kiramiz. Dataga kirasizlar. Free Fire papkani topamiz. Mana. Fayl ustiga bosib turasizlarda. Переменный bosamiz. Mana shu yerga nuqta qo'yib Islom deyasizlar. Keyingisi esa download papkaga kirasizlar. Chit papka tushgan bo'ladi. Mana men chitim. Ustiga bosamiz. Prasnutishni kopировать qilasizlar. Kopировать orqaga ikkita Androidga kiramiz. Keyin data. Keyin Free Fire papka. Keyin yondashasizlar. Parolni so'raydi. Paroli to'rq. Tushdi. Endi mana uni o'chirasizlar. Endi Free Fire'ga kiramiz. Mana. Xullas chet ishlagan. Omad qolmagan.